Yevropa Ittifoqi Ukrainaning yagona armiya tashkil etish tashabbusini rad qildi. Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaya Kallasning ta'kidlashicha, yangi harbiy tuzilma NATOga parallel funksiya bajarib, Transatlantik alyansning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yevropadagi harbiy davlatning o'z qurolli kuchlari bor. Ulardan 23 tasi NATO tuzilmasiga ham kiradi. Shuning uchun alohida Yevropa armiyasi yaratilishini tasavvur qila olmayman. Amalda mavjud bo'lgan armiyalar bilan ishlashimiz kerak, deya ta'kidladi u. Ukraina Rossiyani xalqaro atom energiyasi agentligidan chiqarib yuborishni talab qilmoqda. Le Monde nashri yadroviy xavfsizlikni ongli ravishda izdan chiqarayotgan davlat agentlikning asosiy siyosiy organi ishida to'liq ishtirok eta olmaydi, deya Ukraina energetika vaziri Denis Shmigalning so'zlarini keltiradi nashr. Tramp Tehron yadroviy qurol ishlab chiqishni, namoyishchilarni o'ldirishni, raketa dasturini va Yaqin Sharqdagi jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatmasa, AQSh Eronga nisbatan kuch ishlatishi mumkinligini bildirdi. New York Times. Viktor Orban Ukrainani Yevroittifoq va NATOga qabul qilish Rossiya bilan urushga olib kelishini aytdi. Bunday qadam xavfsizlikni mustahkamlamaydi. Aksincha, Yevropa Ittifoqi va NATOni xavf ostiga qo'yadi, deya fikr bildirdi Vengriya bosh vaziri. Rossiya muzokarachilari Odessa va Xarkovga berilgan zarbalar uchun shaxsiy tartibda uzr so'ragan. New York Times. Ukraina prezidenti ofisining nomi sir qolishini so'ragan maslahatchisi nashrga 23-24 yanvar kunlari Abu Dabida Rossiya muzokarachilari bilan uchrashuvda Ukraina zarbalarini to'xtatish bo'yicha tanaffus so'raganini bildirgan. Uning aytishicha, Rossiya tomoni bunga yozma shaklda emas, og'zaki ravishda rozi bo'lgan. Shuningdek, 27 yanvar kuni Odessa va Xarkovdagi yo'lovchi poyezdga zarba berilganidan so'ng Rossiya muzokarachilari Ukraina rasmiylaridan shaxsiy tartibda uzr so'ragan. Ular bu holatni barcha rus harbiy bo'linmalari o'q uzishni to'xtatish bo'yicha ko'rsatma olmagani bilan izohlagan. Ukrainada binolarning minalashtirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Meduza. Ma'lum qilinishicha, 30 yanvar kuni 3 soat ichida Ukraina politsiyasi Kiyev shahri va Ukrainaning Vinitsa, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zakarpatya, Zaporojye, Lvov, Odessa, Sumi hamda boshqa viloyatlarida minalashtirilganlik haqida 2000 dan ortiq xabar olgan. Ukraina politsiyasi bunday xabarlarning deyarli 30%ni allaqachon tekshirib bo'lgan. Bu obyektlarda ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmaganini e'lon qilindi. Zelenskiyning hududiy kelishuvlar imkonsizligi haqidagi bayonotlari Kiyevning masalani tinch yo'l bilan hal qilish rejasi yo'qligini tasdiqlaydi, dedi Dmitriy Peskov. Shuningdek, Dmitriy Peskov Kiyevga borish taklifiga javoban Zelenskiy Putin bilan uchrashishni o'zi so'raganini eslatdi. Moskva BMT bosh kotibining Qrim bilan Donbass bilan bog'liq vaziyatda xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash tamoyilini qo'llab bo'lmaydi degan xulosalarini katta xato deb hisoblaydi, dedi Dmitriy Peskov. Kreml Zelenskiyning Donbass va bir necha yildan beri Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye AESni jangsiz topshirmaslik haqidagi bayonotlardan xabardor, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. AQSh Ukraina va Rossiyaning yakshanba kuni Abu Dabida bo'lib o'tadigan uchrashuvi qoldirilishi mumkin, dedi Ukraina rahbari. Ukraina rahbarining boshqa bayonotlari hududlar masalasi va Zaporojye atom elektrostansiyasi bitta masala doirasida ko'riladi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha texnik jihatdan 2027-yilga kelib tayyor bo'lamiz. Hududiy yaxlitlik buzilishiga olib keladigan murosalarga tayyor emasmiz. Menga Ankorejda nimalar kelishilgani haqida hech kim xabar bermagan. Biroq u yerda asosiy masalalar muhokama qilingani haqida ma'lumotlarimiz bor. Tramp va Putin o'rtasida o'tkazilgan Alyaskadagi uchrashuvda katta ehtimol bilan Donbass masalasi muhokama qilinganini tushunish qiyin emas. Grenlandiya bilan bog'liq holat o'ziga xos voqea bo'lib, ertaga undan bizning hududlarimizni tortib olish va buni de yure tan olish uchun foydalanishlari mumkin. Tinchlik kelishuvini prezidentlar imzolash kerak. Belarus bo'yicha hali vakil tayinlamadim, biroq tayinlash niyatim bor, dedi Vladimir Zelenskiy.
Men Putin bilan Rossiya va Belarusdan boshqa istalgan joyda uchrashishim mumkin, dedi Ukraina rahbari. Men ham uni Kiyevga taklif qila olaman. Agar u jur'at qilsa kelsin. Ammo agar kimdir uchrashishni xohlamasa va buning sababini ochiq ayta olmasa, Moskvadan shunday takliflar chiqadi, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy bunday uchrashuv amalda imkonsiz ekanligini qo'shimcha qildi. Putin 2025-yilning kuzida Zelenskiyga shaxsiy uchrashuv uchun Moskvaga kelishni taklif qilgan edi. Isroil ommaviy axborot vositalari Rossiya Eronga yangi raketa texnologiyalarini o'tkazganini da'vo qilmoqda. Buning natijasida Eron AQSh dengiz flot kemalariga qarshi foydalanish uchun 2,1 tonnalik jangovar kallaklarga ega 300 ta gipersonik raketalarni sotib olgan. Xitoy kemalari Eron qirg'og'iga joylashtirildi. Bir necha 055 turdagi Xitoy dengiz flotidagi eng kuchli kemalar Haynan dengiz bazasidan chiqib, Eron hududiy suvlariga yo'l oldi. Kelgusi yakshanba kuni Eron, Rossiya va Xitoy qo'shma harbiy manevrlar o'tkazadilar. Mashqlar Hormuz bo'g'oziga tutashgan muhim suvlarda bo'lib o'tadi. Trampning Eronga zarba berish haqidagi tahdidlari fonida AQShning yadro iskovich samolyoti Buyuk Britaniyaga yetib keldi. Telegraf nashri. Zelenskiy mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan jirkanch bayonotlar bermoqda. Bu odamning qobiliyatsizligi hammaga ayon, dedi Sergey Lavrov. Sergey Lavrovning boshqa bayonotlari. Ukraina inqirozi bilan bog'liq muammo hududda emas, balki rusofob millatchilar rejimida. Ma'lumotni qalbakilashtirish Rossiyaning odati emas. Muzokaraga jiddiy yondashish kerak. Boltiqbo'yi davlatlari, nemislar va fransuzlar Rutte va von der Leyen bilan birgalikda Rossiya tomonidan boshlangan deb taxmin qilinadigan 3-jahon urushiga tayyorgarlik haqidagi hikoyani bo'rttirib ko'rsatmoqda. Yevropa elitalari saylovchilarni safarbar qilish va hokimiyatni saqlab qolish uchun Rossiya tahdididan foydalanmoqda. AQSh mutaxassislari Rossiyaning Grenlandiyaga hech qanday da'vosi yo'qligiga ishonishadi. Tramp Maduro amaliyotida Venezuela neftiga muhtoj edi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri.